Nega 12 yil davomida Shahlo bo'lgan qiz hozirgi kunga kelib Anvarjonga aylandi? Hozir buni bilib olasiz. Shu 2 oy oldin shu qizimda qo'q sohasida og'riq bor deb shikoyat qildi menga. Keyin doktorga olib chiqdik. Doktorga olib chiqqandik, ular tekshirib UZIga yuborishdi. UZIga borgandik, shu UZIda aniqlandi. Shunaqa kasallik ekan. 10 yoshgacha hech narsani bilmaganmiz. O'sha og'riyapti deb aytmasa, yana bilmasdan yuraverardi. Randomda ham uni qiz bola deyishgan. Qiz bola deyishgan. O'zi tashqi ko'rinishi qiz bola. O'zi yoshligidan o'rtoqlari o'g'il bola, qiz bolaga qo'shilmaydi yoshligidan. Mahallada ham qo'shnilar bilan shu o'g'il bolalardan o'ynab yuradi. Qizlarga qo'shilmaydi o'zi yoshligidan. Bu Sanjar akani shu Instagram orqali topdim. Instagram orqali ko'rib kelib gaplashib shu birinchi operatsiyasini qildirdik. Как раз shu kuni Gamidov shu professor kelgan ekanlar. O'shanga kirib aytib tushuntirgandik, o'zlari ko'rib tekshirishdi, keyin analizlarga, nimalarga jo'natishdi. Shu genetik analizga jo'natishdi. Keyin genetik analizlari shu 2-3 haftada chiqdi. Keyin chiqqandan keyin yana o'zlariga olib keldik. Olib kelgandan keyin sizda analizda shunaqa chiqdi dedi. O'g'il bola nima jinsi o'g'il bola deb chiqdi deb shunaqa aytishdi. Keyin operatsiya qilamiz deyishdi. Shu qo'q sohasida mo'yaklari bor ekan, pastga tushmagan ekanda. Shu birinchi kuni kelgan kunimiz qiz bola bo'lsa mana shunaqa bo'ladi, o'g'il bola bo'lsa mana shunaqa bo'ladi deb tushuntirib aytishdi. O'zi oldimda o'tiruvdi, o'zi eshitdi-ku, uyga borgandan keyin o'zi savol berdi. Bizga nima qilasizlar? Biz mani nima qilasizlar deb savol berdi. Nima qilishimiz kerak deb men o'zimni tutib bilmaganga oldim birinchi nima deyapti deb. U tushungan ekan o'zi hammasini. Menga dedi, doktor aytdi-ku, dedi, kelajakda farzandli bo'la olmas ekanman. Kerak emas menga qiz bola bo'la olmaydigan bo'lsam, qiz meni o'g'il bola qilinglar deb o'zi aytdi. O'zi shunaqa ekandan keyin shu qarorga kelib o'sha o'g'il bola qiladigan bo'ldik-da. Qiz bola qilsanglar ham bo'ladi dedi. Shu moyaklarni olib tashlab, keyinchalik qin yasab beramiz deyishdi. Kerak emas deyapti o'zi. Unaqa narsa kerak emas deyapti. Shu o'g'il bola bo'laman deyapti. O'zi shunga ko'nganiga keyin shu operatsiyani qildirdik-da. Shu narsaga o'zi ko'ngan, o'zi qabul qildi o'shani. Operatsiya 12 oktyabr kuni bo'ldi operatsiya. Kechasi bo'ldi. Kechasi deganda kechasi emas, shu 5:30 da olib kirib ketishdi. Shu 2 soat bo'ldi-yu, 7:30 da olib chiqishdi-da. 2 soat operatsiya bo'ldi. Yo, yaxshi, unaqa qiynalib unaqa bo'lgan. Yo, endi og'riqlar ozgina bo'ldi. O'zlari yaxshi qarashdi. Shu bez bo'lishi nimalar qilishdi, ukollar qilishdi. Og'riyapti deb yig'lagan paytda. Yo, hozir endi ancha yaxshi. Shu operatsiyasi haligi bitishi yaxshi bo'ldi. Yaxshi bitdi, Xudoga shukr. Olib kelib ko'rsatganimda, "Yo, yaxshi" deb aytdi Sanjar ekan o'zlari. Operatsiyadan oldin o'zicha unaqa chehrasi ochiq emas edi. Endi operatsiya o'tgandan keyin ancha yaxshi o'zi. O'zi bemalol hozir yurib ketib, o'ynab ham yuribdi, o'rtoqlariga ko'chaga qo'shilib ham ketgan. Keyin o'zi sochini kesib, o'zi talagan stilda kesib, sochini qirqdik uni. O'zi talagan stilda qirqib, yo bemalol o'rtoqlar bilan o'ynab qo'shilib yuribdi hozir. O'zidan unaqa nolayotgani yo'q, xursand hozir oldingi ahvolidan. Odamlarga aytardim, mana bu deb bilsa agar, mana shunaqa farzandi mana shunaqa bo'lsa, bilsa agar, обязательно masjidga olib kelishini aytgan bo'lardim. Sanjar akaga shuncha yordam qildi, rahmat, kattakon, shuncha tushunib, yaxshi tushuntiradilar nima odamga, mana shunaqa deb yaxshi tushuntiradilar odamga. Muomalasi ham yaxshi, shu qo'llari yengil, rahmat deyman kattakon. Gap shundaki, ushbu bemor Chov kanali sohasida kuchli og'riqlar bilan murojaat qilgan. Tekshiruvlar o'tkazildi. Tekshiruvlarda Chov kanalida moyak joylashgan. Ya'ni qiz bolada moyak bo'lmaydi. U o'g'il bolani reproduktiv organi hisoblanadi. Ya'ni jinsiy va reproduktiv organ. Shu qisilishi natijasida og'riq bo'layotgan bo'lgan. Bemorda yana qo'shimcha tekshiruvlar qilindi. Genetik tekshiruv qilinganda uni xromosoma nabori o'g'il bolaniki, ya'ni 46XY naborda bo'lgan. Bu aniqlandi va tomografiya tekshiruvi shuni ko'rsatdiki, bolada qin yo'q, bachadon, tuxumdon, ayollik reproduktiv va jinsiy a'zolari aslida yo'q bo'lib chiqdi. Endi nimaga ota-onasi buni qiz bola deb o'ylashgan va uni qiz bolacha tarbiya berib yurishga harakat qilishgan? Sababi bunda tug'ma anomaliya bo'lgan bolada. Bolada jinsiy olat rivojlanmay qolgan holat bo'lgan. Shuning uchun ham bular o'ylaganki,
ya'ni qiz bola bu bo'lagan. Aslida esa bu o'g'il bola bo'lgan. Endi hozirgi kunda biz birinchi bosqichda uni o'g'il bolaga aylantirish operatsiyasi, ya'ni moyakni birinchi navbatda orxipeksiya, ya'ni yangitdan moyak xaltasi yasab turib, moyak xaltasiga tushirish amaliyotini bajardik va ikkinchi bosqichda hozir dihidrotestosteron gelini dan foydalangan holatda davolab olib bormoqdamiz. Ya'ni bu dori vositasi jinsiy a'zoni rivojlantirish, shakllantirish, o'stirishda yordam beradi va buni biz balog'atga yetgunicha kuzatib boramiz. Agar jinsiy olati yetarli darajada o'smasa, kelajakda buni neofallus operatsiyasi, ya'ni yangitdan jinsiy olatni rekonstruksiya qilish operatsiyasini o'tkazamiz. Ota-onasida shunaqa aytishi bo'yicha bola doim o'zini o'g'il boladek tutgan, o'g'il bolalari bilan o'ynagan, futbol o'ynagan, velosiped mingan, cho'milgani borgan va ko'p dakka eshitgan ota-onasidan. Lekin buni so'kib ham, dakka eshittirib ham bu narsadan qaytarisha olmaganda, sababi bolada u genetik o'g'il bola-ku, o'g'il bolalik instinkti doim dominantlik qilgan qiz bolaligidan ko'ra. Biz tomoshabinlardan to'g'ri tushunishini so'ragan bo'lardik. Bu hozir aytib o'tilgan gap so'zlar bu bolani jinsini o'zgartirish to'g'risida ketmayapti. Balki Alloh tomonidan bu o'g'il bola qilib yaratilgan, faqat anomaliya, ya'ni tug'ma nuqson evaziga yanglishlik, anglashilmovchilik bo'lgan. Shu holat bo'lgan. Hozirgi kunda yuridik tomonlama ham bu bola o'sha o'g'il bolaga aylantirilgan va o'g'il bola ism qo'yilgan. Tibbiyotda shunaqa voqealar ham bo'lib turadi.